Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz O'zbekistondagi eng katta muzqaymoq ishlab chiqaruvchi korxonalardan bittasidamiz. Bu o'zingizlar bilgan Andijondagi mashhur Anjan Morojniy muzqaymoqlari korxonasi. Bu videoda muzqaymoqlarni to'liq ishlab chiqarish jarayonini obzor qilamiz. Bu jarayonda texnologlar bilan suhbat uyushtirib, odamlarga eng qiziqarli va kerakli savollarga javob topamiz. O, salqingan ekan bu. Endi salqin bo'lish kerak edi o'zi muzey nima bo'lgandan keyin, morojniy bo'lgandan keyin. Xo'p, Hikmatullo aka, bu morojniy ishlab chiqarish tarixi bilan aslida tushuncha bersangiz. Qachondan beri ishlab chiqarasizlar? Necha xil mahsulot ishlab chiqarasizlar? Biz 2008-yil faoliyatni boshlaganmiz. Dadam tomonidan boshlangan. 2008-yil boshlaganda men oldida birga o'rganib yurganman. 2012-13-yildan keyin boshqaruv menga o'tib hozirgacha boshqarib kelyapmiz. Hammasini o'zi boshqaryapsiz. Ha, o'zimda. O'zi Andijonda nechta muzqaymoq ishlab chiqaradigan korxona bor? Qanday ma'noda? Masalan, kichkina uyda ishlab chiqaradigan mini sexlar ham ko'p. Ularni hisobga olmasangiz 15-20 bo'lsa kerak. Ha, 15-20 ko'p. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Andijon muzqaymoqlariga. Rahmat. Yaxshi bo'libsizlarmi? Kelganinglardan xursandmiz. Ishlab chiqarishga kirishdan oldin shu maxsus kiyimlarni kiyib olamiz. Biz tayyormiz, xudo xolasa. Qabul qilsangiz bo'ladi. Tushib qolish xavfi bor soat, uzuk, shu narsalarni ham olib qo'yamiz. Ishlab chiqarishga kirishdan avval iliq suv, suyuq sovun bilan qo'llarimizni yuvib, quritib kiriladi. Kirganda mahsulotga qarab gapirish, aksirish, yo'talish mumkin emas. Mahsulotdan, uskunadan iloji boricha yarim metr masofani saqlagan holatda sariq yo'laylarimiz bilan birgalikda yuramiz. Bo'ldi, tushunarli. Soat yechib qo'yamiz mana. Qoidaga rioya qilib. Har bir xodim yoki mehmon sanitariya qoidalariga amal qilish shart. Hamma uchun muzqaymoq ishlab chiqarish qiziq bo'lsa kerak. Har xil muzqaymoqlarni ko'rib maza qildim. Video davomida -25 darajali muzlatgichga kirishga va muzqaymoq tayyor bo'ladigan laboratoriyaga ham kirishga ulgurdik. Oxirigacha kuzatib borsangiz, eng qiziqarlilari hali oldinda. Madina opa, ish jarayoni birinchi boshlang'ich etapi qaysi joydan boshlanadi? Shuni bir chekkadan obzor qilishsiz. Muzqaymoq asosiy mazali mahsulot hisoblanib, uni xavfsizligi sifatiga men sifat bo'limi laboratoriya xodimi sifatida javobgarman. Bu yerda birinchi qilinadigan ishimiz xom ashyoni qabul qilish. Bu yerda aralashma tayyorlanadi. Retseptura asosida aralashma tayyorlanadi. Bu yerga faqatgina aralashma tayyorlash bo'limi xodimlari ishlaydi. Bittagina laborant kirishi mumkin. Analiz tahlillarini, natijalarini berib, iste'molga yaroqli degandan keyin bu yerdagi mas'ul xodim turbalar orqali tayyor aralashmani har bir bo'limga tanklarga quyib beradi. Xo'p, birinchi savolim o'zi muzqaymoqqa qaymoq qo'shiladimi? Albatta. Qaymoqsiz muzqaymoq bo'lmaydi-ku. Tabiiy mahsulotlardan foydalanamiz. Qaymoq, sulushli maslar, shu mahsulotlarni qo'shamiz. Qaymoq albatta bor. Buni har kunlik mahsulotni sutga laboratoriyasini kunlik tekshirasizlarmi? Albatta. Laboratoriya xonanglar bormi? Albatta, laboratoriyamiz bor. Hozirgi kunda demak aravalikdan umuman butkul to'xtagansizlar. Butun to'xtaganmiz desak, nima bo'lmaydi? Aravacha deyarli to'xtagan. Hozirda kichkina butka formatiga o'tganmiz, do'koncha. O'zimizni brendimiz asosida qilyapmiz. Tushunarli. To'g'ri, bu isbot bilan, chunki men ko'chada aravachalikni endi anaqalarda yuramiz, ko'chada uncha olib yeb ko'rganimda hammasini mazasi har xil bo'lganda. Shundan ham bilganman, bu bitta korxonanikiga tegishli emasligini, chunki sifati hammasida har xil bo'lgani uchun men bilganman, shu boyagi gapingizni isbotida bu. Hozir shunaqa bo'lib qoldiki, masalan, akfa deganda hamma yo'lda akfa deb tushunamiz. Tefal bor. Shuni singari Anjan muzqaymog'i shunday holatga bo'lib qoldi-da. Hozir hatto endi Andijon emas, odamlar bilib qolib Anjan deb yozib, biz logotipini rasmiy kopiyasini chiqarib, o'zini mahsulotini sotadi. Tushunarli. Bu yerda hali sog'lom raqobat
ko'chada bu aravachalarda to'g'ri bo'lmayapti. Qanday respublika sesdagilar ham bizni korxonamizga o'zimiz chaqirganmiz, kelib ko'rib juda hayron qoldi. Ha, sharoit bilan sharoit bilan tanish, biz emas ko'chadagilar. Chunki ishonch hosil qilish kerakda bizligimiz. Mana haligi biz shunaqa bo'lib qolyapmizki, bunday olib aytganda yemagan sonsamizga pul to'lashga to'g'ri kelyapti ko'p narsalar. Shuning uchun biz ko'chadagi aravachalardan ochig'i deyarli voz kechdik. Shunaqa. Hozirda biz iste'molchilarimizni shu aravachadagi mahsulotni yoqtirganligi uchun hamma do'konlarda bo'lishligini hisobga olib, xuddi o'sha muzqaymoqni o'zini upakovkaligini chiqardi. Qadoqqa o'ziga nima qadoqqa o'ziga chiqardi. Hozirda respublika bo'yicha hamma joyga tarqalyapti. Nima deydi? Stakanchi deymiz endi har xil. O'sha mahsulotlar. O'sha stakan o'sha mahsulot. Kichkinaligi ham o'sha. O'ta o'sha. Yaxshi. O'zi. Yeb ko'rsatib oladimi? Bemalol. Ekspertlar ham bor. Qo'shni davlatlar buni suyib iste'mol qilishadi. Kuzatuvchilar mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana imini mana shu qadoq bilib olaylik. Men endi yeb ko'rganim bu bomba. Madina opa, bu qaysi turdagi muzqaymoq? Bu yerda stakanchik mahsulotimiz chiqadi. Bu yerda hozir shokoladli stakanchik Anjan brendi bilan chiqadi. Bu yerda xillari ko'p. Shokoladli, krem brulyesi bor, vanillasi bor, klubnikasi bor. Bular har biri qadoqlanadi. Shu holatda bu qadoqlanadi. Qadoqlanib tegidagi idishdagi nima bu? Qattandir oshasi oqib tushyaptimi? Ha. Ular oshi to'lib ketgandan toshadimi? Ha. Tushunarli. Mana bu yer laboratoriya xonasi. So'ragandiz. Bu yerga kirish mumkinmi o'zi? O'zi kirish mumkin emas. Mayli sizni tekshirish uchun, ko'rishingiz uchun kirgizamiz. Rahmat. Anjom Maroziyning eng sirli joyiga kiryapmiz, resepturalar xonasi. Bu xonamizda asosiy har bitta ingrediyentdan qabul qilinayotgan xom ashyodan bu ko'rganimizdek aralashma tayyorlash xonasida ham har bir partiyani analiz tahlillari o'tkaziladi. Kunlik har doim. Kunlik smena bo'yicha laborantlarimiz bor, mutaxassis. Shu mutaxassislar tomonidan tayyorlanib, tekshiruvlaridan natijalarini ko'rsatib bergandagina keyin ishlab chiqarishga tanklarga yuboriladi. Aralashma. Aralashmani quyish jarayonida ham har bir partiyadan yana boshqatdan muzqaymoq holatida yana tahlil o'tkaziladi. 4 bosqichli laboratoriya xulosasidan o'tkaziladi. Tayyor mahsulot bo'lgandan keyingina ham iste'molga yaroqli oxirgi holatida ham bir tekshiruvdan o'tkaziladi, ya'ni tayyor holatda. Iste'molga yaroqli degan xulosani berilgandagina keyin sotuvga yuboriladi. Bu xonada yana yangi mahsulotlar, mahsulotlarni tarkibi, mahsulotlarga yana misol uchun retsepturalar yangi retsepturalar ishlab chiqarish bo'yicha hamma uskunalarimiz bor, frezerimiz bor. Xuddi tashqarida ko'rgan tanklaringiz minisi bor. Shu joyda tadqiqot o'tkazish uchun hammasi bor. 1 kilo, 2 kilo tadqiqot o'tkaziladi, degustatsiya qilinadi, keyin katta tanklarga bizni retsepturamiz asosida yuboriladi. Tushunarli. Shunday holatlar bo'lganmi? Misol uchun sut mahsuloti yoki tayyor mahsulotlar chiqarishga yaroqsiz holatda qaytarib olgan holatlar bo'lganmi? Bo'ladi. Ko'proq turib qolishi mumkin. Misol uchun uskunalar buzilib qolsa, tayyorlangan mahsulot ko'proq turib qolsa, shu mahsulotlarni sifati buziladi. Utilizatsiya bo'yicha akt qilinib, nima sababdanligini ko'rib, laboratoriya xulosasidan keyingina kislotnosti oshdimi, yog'dorligi kammi, qanaqadir narusheniya bo'lsa, обязательно kamchiliklari shu yerda bartaraf qilib, keyin uni qaytariladi, sotuvga chiqarilmaydi. Sotuvga chiqarilmaydi, hatto ishlab chiqarishga ham yuborilmaydi agar aralashma tayyor holatda bo'lsa. Agar tayyor mahsulotda og'ishlar bo'lsa, sifatdan og'ishlar bo'lsa, unda ham to'xtatiladi, ishlab chiqarishdan u mahsulotlarni utilizatsiyaga yuboriladi. Zo'r. Hikmatullo aka, mana Andijon viloyati bo'yicha sizni korxonangiz top nechtaligiga kiradi? Analiz qilib ko'rganmisiz?
analiz qilganmiz, analiz qilib turamiz. Vodiyda top 3talikka kirsa kerak bizniki. Mashalloh, yaxshi. Anjan deganda nimaga Anjan qo'yilgan? Nimaga Andijon emas? Sababi Andijon bir viloyatligi uchun, Viloyat bo'lgani uchun unga buni muhofazasini bermaydi. Anjan brendini muhofazasini berishgan. Shuning uchun qisqartirilgan. O'zi bu nomni bunday olib aytganda, xalqimiz o'zi qo'yganda nomni mana Andijon muzqaymog'i bo'lgandan keyin Anjanga o'zgartirildi. Tushunarli. Hikmatullo aka, hozir korxonada umumiy ishlovchi xodimlarning soni nechta? 100 atrofida. 100 atrofida. Bu doimiymi yoki sezonga qarab o'zgarib turadi? Sezonga qarab o'zgarib turadi bizda xodimlar. Shuni bizda shu bitta muammo bor, qishda sezon emas paytida xodimlarimizni kirish chiqishi ko'payib ketib qoladi-da. Mana xuddi biz shunday holatda bo'lamizki, bahorda xuddi haligi yangitdan ish boshlaganday holat qabul qilamiz. Boshqatdan olamiz. Uni tayyorlaymiz, unga ancha vaqt ketadi o'rgatishga. Hozir shu qishda ham ob'yomni ko'paytirish harakatidamiz. Qishin yozin bir xil aylanadi. Baribir aytganingizdek tabiiyki qishda ozgina savdo pasayadi, yozgi kunda ko'tariladi. Tushunarli. Hozir men uskunalarni ko'rdim, juda ham yaxshi uskunalar ishlab turibdi. Bu uskunalar qattiqki o'zimiznikimi yoki boshqa davlatlardan kelganmi? Yevropa va Xitoy. Italiya va Xitoydik. Italiya va Xitoy ekan, tushunarli. Italiya va Xitoy eng zamonaviy uskunalar. Asosiy roldagilar ko'pini italyanskisini qo'yamiz. Italyanskisi. Lekin Xitoyda оборудованияларni ham yaxshi sifatlilari ko'p. Uni ham ishlatamiz. Tushunarli. Konkurentlar bilan qanday raqobat qilyapsiz hozirgi kunda? Xo'p, konkurentlar bilan hozirgi kunda sifat va yangi mahsulotlar bo'yicha. Sifat va yangi mahsulotlar. Xo'p, yangi mahsulotni bozorga kirish uchun qanaqadir bir instrumentlardan foydalanasiz? Baribir doimiy yangilik bilan intilasiz. Albatta. Endi uni hozir tushuntirish menimcha qiyin. U marketing bo'limimiz bor. Bular komanda buni ustida doim ishlaydi. Yangi mahsulot chiqqanda, yangi mahsulotlar bo'yicha doim ishlaydi. Lekin yangi mahsulot chiqqanda qaysidir jarayonda baribir u ham bozorga kirib ketadi. Albatta. Hech qolib ketib, chiqib ketgan holatlari yo'q. Endi har bir chiqargan mahsulotingiz bozorga 100% kiradi degan nima qiyin, ochig'i qiyin. Qaysidir mahsulotlar kirmashi ehtimollari ham bo'ladi. Lekin mana oxirgi holatlarda biz marketing tomonlama maksimum to'g'ri yondoshib, bozorda analiz tahlillarini ko'rib, iste'molchini talabidan kelib chiqib mahsulot ishlab chiqarish harakatidamiz. Tushunarli. Zo'r. Hozir bu yerda yarim tayyor mahsulot jarayon ketyapti. Hozir birgalikda ko'ramiz. Aziz do'stlar, hozir zo'r marojni topib oldim. Yoshligimda mana shu yaxshi ko'rardim. Karamelli marojni. 1200 kilo karamelli marojni. Agar bersa hammasini olib ketardim. Yaxshat. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Shokoladli mahsulotlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shokoladli, usti shokoladli. Usti shokoladli, ichi ham shokoladli. Andijon muzqaymoqlariga kelayotgan har bir xom ashyo sertifikatlarga ega holda qabul qilinadi. Lekin eng muhimini aytib o'tay. Mahsulotlar to'liq halol sertifikatlarga ega holda har 6 oyda laboratoriya tekshiruvlaridan o'tadi. Bundan tashqari, brend tez orada xalqaro ISO sertifikatlarini ham qo'lga kiritadi. Ushbu sertifikatlarni olish jarayonlari juda murakkab bo'lgani uchun ular ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich butunlay tayyor holga keltirib bo'lishgan. Hikmatullo aka, hozir bitta juda ko'p assortimentlarni ko'rib turman, katalogni ham ko'rib chiqdim. Juda assortimentlar ko'p ekan. O'zi necha xil turda chiqadi mahsulot. Keyin buni segmentlari, misol uchun o'rta segment, yuqori, premium yoki nima deyiladi, ommabop shu turlarni ozgina nima bersangiz, tushuntirib bersangiz. Bizda hozir ikkala brendda, Surpriz va Anjan muzqaymoqlari brendida 150 dan ortiq assortimentda muzqaymoq ishlab chiqariladi. 150 dan ortiq. 150 dan ortiq. Umumiy. 200 ga yaqinlashib qoldi shekilli. 170-180 atrofida. Surpriz brendi o'rtadan pastroq segmentga xizmat qiladi. Anjan brendi o'rtadan yuqori segmentga xizmat qiladi. Biz o'zimizni shu xalqimiz ko'p iste'molchilardan kelib chiqib, shu
shunday holatda o'ylab chiqarganmiz. Tushunarli. Endi buni sezon emas vaqtlari bor-da, qish kuni bor, yoz kuni bor. Bu assortiment qanchalik baland past bo'ladi, savdoni rivojlanishi anaqasi, sotuvi va qaysi xili qishda yaxshi, qaysi xili yozda yaxshi ketadi. Bularni bir analiz qilganmisizlar? Ha, analiz bor. Misol uchun qishda ko'proq Anjan brendi muzqaymoqlar sotiladi. Chunki o'rtadan yuqori bo'lganligi uchun qadoqni ham nazarda tutolmanda. Mana bu yerda idishliklari bor-ku, idishliklari qanaqa paytlarda olinadi? Bu misol uchun oilaviymi yo mana biz misol uchun katta-kattani xolodilnikka qo'yib qo'yamiz-da, qishlarda shundan yeymiz. Misol uchun oilada. Umumiy holat ham shunaqami bozorda? Yozda mana erta bahor boshlanishida maktab sezonida ko'proq maktab bolalari uchun arzonroq segmentdagilar rosa boshlanadi. Keyin sezon kiradi, hammasi mana hozir mana 5000 so'mga ko'chada 5000 so'm sotilishi uchun mana bularni mo'ljallaganmiz. Bular yaxshi ketadi. Endi kuzga borib qishda ko'proq iste'mol muzqaymoq oilaviy bo'ladi uyda. Oilaviy bo'lganda ko'proq kilolilar mana bular bu hamma kilolilarni mo'ljallaganmiz. Bitta qadoqdagilar yaxshi qadoqdagilar, kilolilar deb qo'yamiz. Shular ko'proq kuzda yaxshi ketadi. O'zi umumiy holatda sezonda yaxshi, lekin qishda aynan ko'proq qaysini sotuv desangiz asosiy kilolilar. Tushunarli. Hozir men bilan narxlarni ko'rib chiqdim hammasini. Juda ham yaxshi narx. Bu hozir bu zavodda bo'lganimiz uchun shunaqa narx. Yana do'konga borguncha necha foiz qo'shiladi taxminan? Xo'p, o'rtacha 15% atrofida. 15% atrofida. Bunaqa o'zi biz mana Anjan brendida ham raqobatlashish bo'yicha kerak bo'lsa import qilayotgan mahsulotlar bilan raqobatlashadigan holatda qilib chiqaryapmiz. Harakat qilyapmiz shunga. Lekin narx jihati ancha iste'molchilarni o'ylagan holatda narxlarni unaqa baland qilmaganmiz. Tushunarli. Narxlari ham o'zi juda chiroyli bo'lib turibdi, hali yetgandek. Bu joyda qaysi turdagi muzqaymoq bor? Bu yerda plombiro, cho'paysiz mahsulot chiqyapti. Bu yerda ishlab chiqarilgandan keyin, mana quyilgandan keyin -40 gradus karamorozilkaga kirib, sovuq, muzlagan holatda upakovka qilinish uchun qadoqlashga ketyapti. Demak, bu tayyor sirop holatida bucha tushadi. 40 gradusda muzlatilib, ana biz ko'rayotgan joyda hammasi kesilib, keyin bu joydan qadoqqa ketadi. Tushunarli. Bu qadoqlash jarayoni ekan. Bu yoqqa qadoqlash jarayoniga ketyapti. Bu yerda boshqa turdagisi ham chiqadimi? Imенно mana shu cho'payli, cho'paysiz mahsulotlar chiqadi. Bu yerdan ko'piyli mahsulotlar. Bu yerda 50-60 xildan ziyod mahsulotlar chiqadi. Bu ham mana chiroyli qadoqli ekan. Buni mana bu qadoqlari bor-ku, bularga ham ahamiyat berasizlarmi? Qayerdan olasizlar qadoqlarni? Albatta, birinchi o'rinda qadoqlarni ham tekshiramiz. Iste'molga yaroqli bo'lgan qadoqlarni sotib olishga yo'lga qo'yganmiz. Hatto kelayotgan mashinasini, yuklangan mashinasini hidi bormi, toza holatdami, stresslangan holatdami tekshirib qabul qilinadi. Chunki ichidagi mahsulotga zarar tegish kerak emas. Xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Gap bo'lsin. Hozir mana bu mahsulotlarning ichida qaysi xillari eksportga yaxshi ketyapti? Xo'p, endi bu qaysi davlatga qarab, misol uchun Qozog'iston deydigan bo'lsak, Qozog'istonda qimmat mahsulotlar yaxshi ketadi. Bizda asosiy mana Anjan muzqaymoqlari brendida va surprizdagi qimmat yuqori. Misol uchun mana Plambiro turibdi. Bu yerda mana Korotka Rajok. Bular Qozog'istonga sotuvi yaxshi. Anjan eng asosiy baribir Anjan stakanchik asosiy mana ko'chada aravachalardagina chiqarganimiz. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham sotuvi ulardagi baribir ancha yuqori. Boyiga qadoqligi. Qadoqdagi, qadoqdagi. Endi Qirg'izistonda surprizli mahsulotlari ham, arzon segmentdagilari ham yaxshi ketadi. Tushunarli. Hozirgi kunda nechta davlatga eksport qilyapsiz? 4 ta. 4 ta davlatga eksport qilyapsiz. 3 ta 4 ta. Qo'shni davlatlar yana qo'shni davlatlar Rossiyaga ham eksport qilamiz. Rossiyaga ham eksport qilyapsizlar. Mashalloh. Alloh xayrli qilsin, zo'r. Вообще sovuq. -25 gradusda qancha vaqt tura olasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, Madina opa, bu menimcha skrat jarayon tayyor mahsulotlar turadigan. O'zi srogi qancha, bu yerda qancha vaqt saqlanadi? Har bir qatorda bo'linmaga bo'lganmisizlar? Qaysi mahsulotlar qanaqa turadi?
3-4 soatgina ichida. Bu yerda 150 xildan ortiq mahsulotlarimiz saqlanadi. FIFO bo'yicha kirib chiqib sotiladi. Kirgan mahsulot registratsiyaga kiritiladi. FIFO bo'yicha sotishni boshlashadi. Umumiyda o'zi yaroqning muddati qancha marojniyda? Har bitta xiliga bog'liqmi yoki umumiy holatda bir xilmi? Hozirgi holatda 1 yillik muddatimiz. 1 yillik muddat. Hammasi 1 yillik muddat. 1 yillik muddat. Jarayon bilan bir chekkadan kirib, naryoq tarafdan chiqib ketaveradi. Ketaveradi. Bu yerda ko'p turish xavfli ekan, sog'liq kerak. Tashqariga chiqadi bo'lsa. Qildim. Hikmatullo aka, bularni distributsiyasini qanaqa qilasiz? Misol uchun butun respublika bo'yicha qanaqa sotuv? Distributorlar o'zida komandangiz bormi yoki chetdan komanda yollaganmisiz? Sotuv jarayoni qanaqa? Andijonda o'zimizda distributsiya bor. Xonni Andijon shahar, Andijon viloyat bo'yicha komanda bor, tarqatamiz. Hop. Qolgan viloyatlarda hamkorlikda ishlaymiz. Mana Farg'onaga distributsiya bir akamizga berganmiz. Namanganda ham bir yaqinimizga berganmiz. Qolgan viloyatlarda ham distributsiyani berganmiz, tarqatamiz. Hozir Andijonda va Toshkentda o'zimiz distributsiyani qilyapmiz. Toshkentda ham bu yil 2026-yildan boshladik. Maşallah. Bu yerdan endi srazu olib tarqatish imkonsiz, o'ta sklad qilib, hammasi morozinliklarda saqlanadigan joyi bo'ladi. Albatta, hamma viloyatlarda o'zimizda distributorlarimizda bor. Mana Toshkentda alohida sklad qildik, alohida komanda qildik. Ancha bir 30 ta atrofida odam ishlayapti. Toshkentda o'zi ko'p do'konlarda bor Andijon marojni. Endi yana ham distributor yo'lga qo'ygan bo'lsa-da, inshaalloh yana ham bu yil juda katta harakatda boshlaganmiz. Inshaalloh. Alloh xayr bersin. Madina aka, bu joyda qaysi turdagi muzqaymoq chiqib qoldi? Korxonamizda o'zi 150 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu yerda hozir olchali mahsuloti ishlab chiqarilyapti. Olchali mahsulot. Yana bunaqa uskunalardan nechta bor bu yerda? Bunaqa uskunalardan 5 ta bo'limimiz bor. 5 ta bo'limda 2 tadan uskunalar bor joylar ham bor. Bu joylarda boshqa xildagilar chiqadi, boshqa turdagilar. Bor ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Hozir bu yerda krem burunli rajogimiz chiqyapti. Nastoyashi rajog deymiz. Bu yerda bundan tashqari Vostok rajogimiz bor, Americano rajogimiz bor, Anjan brendi bilan chiqqan rajogimiz ham bor. Ustida shokoladli krujkalari sepiladigan turlari ham chiqadi bu yerda. Umumiy stakanchi holatlar mana shu joyda chiqarganda, shu yerda chiqadi. O'zi ham muzqaymoq yeb turasizmi? Albatta. Muzqaymoqni joni dilim. Qaysi turidan yeysiz? Har bir turidan yeyman, sababi har biri o'ziga yarasha mazasi o'zgacha. Krem burunli o'zgacha, plombiro u ham o'zgacha. Madina opa, bu texnikamiz nima jarayonni bajaradi? Bu skara morozinlik qattiq sovutgich deyiladi. Bu yerga yuborilgandan keyin mahsulotlar -30 gradusdan -40 gradusgacha qattiq sovutgichda muzlab qadoqlashga tayyor holatda chiqadi 40 minut ichida. 40 minut ichida. Bu yerdan qo'yilib chiqquncha 40 minut ichida muzlanadi. Keyin qadoqqa. Qadoqqa keyin boradi. Ana qadoqlashni ham ko'ramiz unda. Mana bu yerda 40 minutda muzlab chiqqan mahsulotimiz qadoqlash uchun tayyor bo'lib kelyapti. Qadoqlanib, bu yerda qadoqlanib shu holatda chiqyapti. Tushunarli. Bu joyda faqat stakanchik holatligida qadoqlanadi. Stakanchiklarimiz qadoqlanadi bu yerda. Hikmatullo aka, men hamma sohaga o'zi ko'p qiziquvchanman. Ana o'zimiz orada gapdi. Mana shu zavodingizga qancha mablag' ketgan? Agar sir bo'lmasa. Bu hisoblab ko'rish kerak. Aytasiz-a? Mayli, nima deydi? Bir 10 ming dollar bilan shu biznes boshlasa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda. 10 ming dollar bilan 150 million atrofida boshlasa bo'ladi. Kichkina balki agar ruxsati bo'lsa 150 million. 150 million so'm bilan mini kichkina sex qilmaydi. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan bo'lsangiz, fruktoviy mevalardan har xil muzqaymoqlar ichida Instagramda reklama qilib sotishlarni ommalashtirishyapti. Shu menimcha boshlanishiga shu biznes qilsa bo'ladi. Zo'r. Inshaalloh bu ham manfaatli bo'ladi. Inshaalloh. Shuni yangi ish boshlayotganlar shu bilan qilsa bo'ladi. Zo'r. Qizlar sizlarga rivoj charchamanglar. Omad. Jarayonlar bilan kuzatishdik. Hozir yana bir marta iste'molchi sifatida
mahsulotni tatib ko'rib, xolis fikrimni bildiraman. Guvoh bo'lib turinglar sizlar ham. Voy rahbar oldida yaxshi do'ruvdim, hali tatib ko'rmasdan oldin, lekin hozir buni ko'rib yana bitta aytamiz xolis fikrimizda. Qaymoqli ekan bunisi. Haqiqatda gap bo'lsin ko'raman. Tavsiya qilaman.